Kutib olinglar, bizdan yana bitta yangi shou. Bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan. Biz yerni kovlab kirib ketib, uy qurmoqchimiz. Shahardan uzoqroq joyga boramiz, dala, kimsasiz joyda joylashib, 10 kun davomida yer tagida uy qurishimiz kerak bo'ladi. Ichida oshxonasi, yotoqxonasi va zali bo'ladi. Bizda ikkita variant bor. Birinchisi yerni kovlab kirib ketib, g'orga o'xshab, xona-xonalarga bo'lish. Ikkinchisi polni kovlab olamiz-da, keyin ustini yopamiz. Qaysi biri? Qaysi birini qilamiz? Uni podpiskchilar aytsin. Birinchi variant qizuvroqmi yoki ikkinchisi qizuvroqmi? Yozib yuboringlar. Matiz showni yordi. Da. Cho'lli yordi. Da. Google show endi o'zligisi yozishsin, to'g'ri. Da. Biz yordi. Bunisi undan ham zo'r bo'lishi aniq, lekin vohmasi bor. Kovlayotganimizda rostdan ustimizni bosib qolsa nima bo'ladi, aka? Har xil hayvonlar, hasharotlar. Bundan oldingi shoular ham oson bo'lmagan, bunisi ham aniq oson bo'lmaydi. Shu oson bo'lmagani bilan qiziqarli. Intrigasi bilan, nima bo'larkani bilan qiziq. Yaxshi niyat qilib, xudo xolasa yo'lga chiqib ketamiz, sizlar kuzatishda davom etinglar. tomonga nima qildi, aka? Ro'malam qotisham oladim shekilli. Kasalsiz deb aniq ayamayman. Variant yozib qoldiringlar. Birinchisimi g'ormi yoki kovlab turib ustini yopamizmi?